Ronaldo bolam bor. Mollanteyn tozalab qo'y. Kuchiga ham och qopti. Qani unga ham bir qarab qo'y. G'alati odamsan-de. Umuman tushunolmayman. O'g'ling otini Ronaldo qo'yganingni hali ham hazm qilolmayman. Abduqodirmi, Eldormi qo'yganingda sal o'zbekcha bo'lardi-da. Abdullayev, Ronaldo boshqacha eshitiladida. Mayli, jahon chempionatiga ham ozgina qoldi. Ko'rdingmi, O'zbekiston Portugaliyaga qarshi tushib qoldi. Nima bo'lsa ham ish qilib Portugaliya yutsin-da. Ronaldoda boshqa imkoniyat bo'lmaydi, qarib qoldi. Nima, o'zimizni bolalar turib Koreyaga ballet qilyapsan? Ronaldoga tiltak qizmi? So'yib tashiyman, ushisanmi? O'zingni o'qitib olgan xonma futboli deb yaqiningga sakrama. Uzr o'rtoq, qizishib ketdim. Ke o'tir, keksa qilaman. Dada, tinchlikmi, nima bo'ldi? Bobur tog'am nima xomush? Ishing bo'lmasa, aytganlarimni qildingmi? Barakalla. Bamosh. Nima qilyapsan? Klik ilovasida Klik chempion o'yinini o'ynayapman. Penaltidan gollar urib, chiptalarni yig'yapman. Eng ko'p chipta yig'gan odam g'olib bo'ladi va Amerikaga sayohat uchun tur paket yutib oladi. Yo'q. Undan tashqari O'zbekiston hamda Portugaliya o'yinini jonli ko'radi. Sanam urinib ko'r, 5 ta tur paket o'ynalyapti. Bo'ldi, men ham o'ynayman. Jahon chempionatiga borishim kerak, yutmagunimcha qo'ymayman. Keyin O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynayotganda o'zimizni bolalarga Ronaldoga balet qilaman. O'rtoq, biz boshqa do'stlashmaylik. Nega? Uyalaman-de.